Leksimizni davamlaştırmıyoruz, hürmetli vatandaşım. Govingoy tevbetlere koşunda fikir kaldı o diyorum. Mundaq yazdı. Stübanın ait alqılıq beytti menin üyümge yetip gelip men bilen görüştü. Menin qılıbatqa işlerimni biledi ve bana köngül böldi. Men bunun intayın təsirlendim. Govingoy Stübanını maqtab, dünyavi dercilik, dercidin taşqiri, talantlıqla işçidiki talantlık adam. Dedi. Lekin Govingoy Stübanın bilen iki qitim görüşkende nemi deyişkenligi toğrısıda bir narsa demedi. Stübanın qoşulgan deyken suretlerini torbetede ilan qılğanlığını ta'kidledi. Govingoy Washington'da muhbirlar klubida axborot ilan qilish yig'ini o'tkazganda bir parcha mutlaq maxfiy hujjatni tarqatgan edi. Hujjat Jungo Saqchi Ministerligi ve Bexatarlik Ministerligi maxfiy 27 nafar xodim, ya'ni jasus avatib vazifa ijro qilish to'g'risida 27 nafar xodim, ya'ni jasus avatib Amerikaga vazifa ijro qilish to'g'risida tasdiq qilingan hujjat edi. Ishdan keyin ba'zilar bu hujjatni yasalgan hujjat deb gumon qilishgan edi. Wall Street gazetasining muxbiriyatda Jungoning Washingtonda turishliq bosh elchisidan ahvol egallab, hujjatning rost yolg'onligini surishtirganda, bosh elchining bir nafar xizmatchisi bu hujjat yolg'on, yasalgan hujjat deb javob bergan. Lekin Govingoy mundaq ko'rsatdi. Bu hujjatning rostligini to'rtta davlat hukumatlari dalillagan. Jumladan buning ichida Amerika bu hujjatning rostligini yetarli darajada isbotlagan. Govingoy oshkorlab yana mundaq ko'rsatdi. Yevropa Amerikada ta'siri bor bir necha programma riyosatchilari bilan birlikda hamkorlashib 60 minutlik hujjatlik film ishlayman dedi. Angliya pul muomalasining oshkorlashicha Stübanın 9. ayının 12. günü Şang'da nutq sözlep bulup 9. ayının oturulurda Beijing'e maxfiy yetip gelip Merkezi İntizam Tekşürüş Komitetinin sekreteri Wang Qishan bilen görüşken. Görüşüş 90 minut elip verilgan. Anlaşıla qaraganda Stübanın bilen Wang Qishan milletçilik ve devlet qaşqısı, millet qaşqısı ve onun ta'siri toğrısıda söhbət elip bağa. Ahvaldan xabardar kişilerin ta'kidlashicha görüşüş Amerika Qo'shma Shtatlari Trumpning 11. ayda Beijingni ziyorat qilishiga munosabatsiz. New York vaqt gazetasi xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Stübanın Beijingda Wang Qishan bilan ko'rish bo'lib, Arab Birlashma Xalqligiga yetib kelib, Abu Zabi podshohining shahzodasi Zayed bilan ko'rishgan. Zayed Govingoyning yaxshi do'sti. Shahzoda bu yil 6. ayda Govingoyning Abu Zabidagi Maliya Groyi egallab turgan shirkatga havola mablag' shirkatiga 3 milliard dollar mablag' solgan. Govingoy yaqindan beri Jungo partiya hukumat rahbarlarini ayblagan. Kishilik huquq tashkiloti Fuqarolar kuch tashkilotining qurg'isi Yangjalli yaqinda chiqargan Fuqarolar muhokama gazetida mundaq ko'rsatdi. Stübanın bilen Govingoyning ko'rishganligi Amerikadagi nopozliq matbuotlarning diqqat qilish darajasini uzil-kesil o'zgartirdi. Ya'ni Govingoyga diqqat qilish darajasini uzil-kesil o'zgartirdi. Yaqindan beri diqqat qilmagan bo'lsa, demakchi Yangjallining gazeti endi matbuotlar Govingoyga diqqat qilishi mumkin dedi.